Shirinlikni juda ham yaxshi ko'rasiz, ammo semirib ketishdan qo'rqasiz. Unda ushbu merenga ta'mli rulet aynan siz uchun. Papa desert shunaqa shirin bo'ladi deb o'ylamagandim. Albatta tayyorlab ko'ring. Ushbu desertning kaloriyasi kam, ammo oqsil va kletchatkaga juda ham boy. Shunday ekan, semirib ketishdan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Ishimizni 3 ta tuxumni oqini sarig'idan ajratishdan boshlaymiz va oqini mikser yordamida yaxshilab gupirtiramiz. Tuxumning oqini me'yorga yetganini esa xuddi shunday qilib ag'darib, sinab ko'rishingiz mumkin. Tayyor bo'lgan massaga 2 osh qoshiq makajo'xori kraxmali, 1 osh qoshiq stevia, ya'ni saxar zaminitel, 1 choy qoshiq razrixlitel va yarim choy qoshiq vanilin, oxirida esa limon sharbatini solamiz. Bir xil massa bo'lguncha yaxshilab mikserlaymiz va listimizga pergament qog'ozni solib, ustiga tayyorlagan massamizni bir tekisda yoyib chiqamiz, xuddi videodagi singari. Tuxumni oqini pishirayotganda ikkita qoidaga amal qiling. Birinchisi, listga albatta pergament qog'ozni yoyib chiqing. Ikkinchi qoida esa tuxumli massani listga u darajada yupqa yoyib tashlamang. Boisi pishgandan so'ng pergament qog'ozdan olishingiz qiyin bo'ladi. Listga bir tekisda qilib yoyib oldik. Endi esa 180 darajada qizdirilgan gaz pechiga 10 daqiqaga qo'yamiz. Tuxumni oqi xuddi videodagidek usti qizarib chiqishi kerak. Endi esa oqsilga boy bo'lgan foydali kremni tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 150 gram atrofida yumshoq tvorog kerak bo'ladi. Uning ichiga stevia, ya'ni shakar o'rnini bosuvchi saxar zaminitel solib, bir xil massa bo'lguncha yaxshilab aralashtiramiz. So'ng ushbu kremni pishirib olgan tuxumni oqini ustiga solib, bir tekisda surtib chiqamiz. Ruletingiz chiroyli chiqishi uchun sizga bir lifehack. Tuxumli massani listga yoyib pishirganingizdan so'ng ustidagi, ya'ni qizargan tarafi rulet tashqarisida bo'lishi uchun pergamentga yopishib turgan tarafiga xuddi mendek krem surting va o'raganingizda tashqi tarafi qizarib chiroyli turadi. Men ushbu rulet ichiga malina soldim, lekin agar sizda malina bo'lmasa, xohlagan yumshoq mevangizdan foydalanishingiz mumkin. Masalan, banan, shaftoli, o'rik, olcha, smorodina yoki boshqalar. Agar umuman meva topa olmasangiz ham, kremni o'zi bilan ushbu rulet juda ham mazali bo'ladi. Mevalarni solib bo'lganimizdan so'ng ruletimizni yaxshilab o'rab olamiz va bir necha daqiqaga yoki soatga vaqtimizga qarab xolodilnikka, ya'ni muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Xohlasangiz muzlatgichga qo'ymasdan o'sha zahoti iste'mol qilsangiz bo'ladi. Muzlatgichga qo'yishimning sababi masalliqlar bir-biriga singib, xamir biroz yumshab olishi uchun. Rulet iste'molga tayyor. Agar ustiga biroz bezak berganimda aniq merengali ruletga o'xshar edi. Endi buni ichini tomosha qiling. Ishtahani ochadigan darajada, to'g'rimi? Ushbu desertni bir marta tayyorlab ko'rganingizdan so'ng qayta-qayta pishirgingiz keladi, chunki ta'mi haqiqatdan ham og'izda qoladi. O'zingiz ham pishirib yeng, yerliklarga ham uzatib qo'ying. Hurmat bilan, Qunduzxon Abdullayeva.